Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun siz bilan yurak klapanlarining birida bo'ladigan nuqson, ya'ni aortal stenoz haqida suhbat olib boramiz. Aortal klapan nima va u o'zi qayerda joylashgan? Aortal klapan yurak chap qorinchasi hamda chap qorinchadan chiqish joyida joylashgan klapan hisoblanadi. Aortal klapanning vazifasi chap qorinchadagi qonni aortaga o'tkazib berish hamda qaytib orqaga chap qorinchaga o'tkazmaslik vazifasi yuklatilgan. Aortal klapanda bo'ladigan o'zgarishlar, patologiya, ya'ni kasalliklar, aortal klapan yetishmovchilik deganda bu klapanning yaxshi yopilmasligi hamda aortal klapanning to'rayishi tushuniladi. Aortal klapan stenozi ham deb ataladi meditsina tilida. Aortal klapan to'rayganda o'zi qanaqa hodisa ro'y beradi? Aortal klapan to'rayganda qon, chap qorinchadagi qon aortal klapan orqali to'siqsiz o'tib ketishi kerak. Ya'ni bu klapanda ochilgan paytda 3-4 santimetr kvadrat oralig'ida ochilishi kerak. Ya'ni ushbu ochilgan yuzasi 3-4 santimetr kvadrat bo'lishi kerak. Ana endi aortal klapan stenozi deyilganda ushbu yuzaning kichrayishiga aytiladi. Ya'ni 1,5 santimetr kvadratdan kichik holatlarda aortal stenoz deyiladi. Bunda patsientlar qanaqa o'zgarishlar sezadi o'zida? Birinchi holatda hansirash, nafas yetishmovchiligi, tez charchash, umumiy kundalik qilib yurgan ishlarni qilib yurganda holsizlik sezish, hushini yo'qotish, ba'zi hollarda hushini yo'qotish, yurak tez urishi kabi holatlarni bemorlar o'zida his qila boshlashadi. Aortal klapan stenozi deyilganda mana bu yuza haqida boya gapirib o'tildi. 3-4 santimetr kvadrat bo'lishi kerak bo'lsa, klapan yopilganda esa mana to'liq holatda yopilishi kerak. Mana shu yopilganda ham orasida bo'shliq qolib ketsa, bu aortal klapan yetishmovchiligi deb aytiladi. Klapan ochilganda mana bunaqa holatda o'sha ploshchati, yuzasi kichrayishni boshlasa, sekin vaqt o'tgan sari aortal klapan yuzasi sekinlik bilan torayib kela boshlaydi. Endi mana bu videoga e'tiboringizni qaratamiz. Mana bu aortal klapan. Aortal klapanda revmatizm kasalligi oqibatida, asosan revmatizm kasalligi oqibatida mana shu klapanning tabaqalari sekin qota boshlaydi hamda bir-biriga yopishib shu yuzasi kichrayishni boshlaydi. Natijada chap qorinchadan oqayotgan qon to'liqligicha aortal klapandan o'tmaganini hisobiga butun organizmga qon yetib borishi kamayadi. Mana bu yerda aortal klapan stenozi oqibatida juda kam qon o'tayotgani ko'rsatib o'tilgan. Buni oddiy qilib aytganda suv olib sepadigan nasosni tasavvur qiling. Ya'ni nasosdan chiqadigan shlankani bittasi quduqda joylashgan, ikkinchisi esa shunday ochiq turibdi. Nasosni yoqqaningizda o'sha quduqdagi suvni olib bu shlankaga tashlab otib beradi. Endi shu shlankani sekin toraytirib kelishni boshlasangiz agar, o'sha nasosga og'irlik tushishni boshlaydi, motor qizishni boshlaydi hamda oxir oqibatda nasos kuyadi. Natijada mana bu aortal teshikning kichrayishi hisobiga yurak mushaklari juda qiynalib, qisqarib, bu teshikdan qonni o'tkazishga harakat qiladi. Bu degani yurak muskullariga tinimsiz nagruzka, tinimsiz yuklama, ortiqcha yuklama tushishiga sabab bo'ladi. Yurak o'zi mushakdan tashkil topgan organ bo'lib, mushaklar ham charchaydi. Tinimsiz yuklamani hisobiga mushaklar charchaydi. Oddiy misol qilib aytganda, kundalik hayotda gantel ko'targanda, deylik 20 ta 30 ta gantel ko'targandan keyin qo'l mushaklari charchab, odam o'sha holdan toyishni boshlaydi. Bunda ham xuddi shunaqa holat, yurak mushaklari qiynalib qisqarganning hisobiga yurak mushaklari charchab, yurakning otish fraksiyasi, ya'ni fraksiya vibrasining tushib ketishiga sabab bo'ladi. Endi buning yechimi qanday? Muammoni hal qilishda birdan bir yo'li ishdan chiqqan aortal klapanni
ishdan chiqqan aortal klapanni almashtirish kerak. Buning boshqa ilojisi yo'q. Dori darmon bilan davolash ilojisi yo'q. Bu klapanni birdan bir yordam berish yo'li klapanni almashtirish kerak. Praktikada, meditsinada, kardioxirurgiyada aortal stenozlarda protezlash amaliyotini amalga oshirish uchun ikki xil protez mavjud. Ya'ni mexanik klapan hamda biologik klapanlar. Ikkala klapanda ham o'ziga yarasha plyuslari bor, o'ziga yarasha manfiy tomonlari ham bor. Birinchi o'rinda mexanik klapan haqida siz bilan suhbat yuritadigan bo'lsak, mexanik klapan bu titandan yasalgan temir klapan bo'lib, xalq tilida bu klapanni qo'ygandan keyin 40 yil, 50 yil mobaynidagacha ishlab berishi mumkin. Lekin mexanik klapan qo'yilgandan keyin u qonni 2-3 barobarga bir umrga suyultirib yurish kerak. Bu degani bir umr qonni suyultiradigan dorilar iste'mol qilib yurishga to'g'ri keladi degani. Agarda bu klapanni o'rnatgandan keyin qonni bir maromda suyultirib yurilsa, bu klapan ishdan chiqmaydi. Biologik klapan har xil hayvonlarning yuragini pardasidan olib qilingan klapan hisoblanadi. Bir xil mamlakatlar katta shoxli hayvonlardan, bir xil mamlakatlarda buqalarni yuragini pardasidan, bir xil mamlakatlarda cho'chqani yuragini pardasidan yasaladi. Biologik klapanni yaxshi tomoni bu klapanni o'rnatgandan keyin 6 oygacha qonni suyultirib yursangiz bo'ladi. Lekin bu klapan mexanik klapanga o'xshab uncha uzoq ishlab bermaydi. Ba'zi manbalarga ko'ra 10-11 yilgacha ishlashi mumkin. Undan keyin bu klapanda ham xuddi shunaqa bu odam o'zini klapaniga o'xshagan o'sha o'zgarishlar rivojlanib borib, bu klapanni ham ishdan chiqaradi. Plyus tomonini aytadigan bo'lsak, ijobiy tomonini aytadigan bo'lsak, bu klapanni qo'ygandan keyin 6 oygacha qonni suyultirib yuriladi, bo'ldi. Mexanik klapanga o'xshab bir umr qonni suyultirib yurish shart emas. Bu klapanni qo'ygandan so'ng bu xuddi odamning o'zini klapaniga o'xshab ishlay boshlaydi. Endi bizning klinikamizda qanday taklif qilinadi bu klapan? Agarda yosh organizm bo'lsa, dorilarni vaqtida ichaman deydigan bo'lsa, dorilarni ichish esidan chiqib ketmaydigan, o'ziga qarab yuradigan, vaqtida qon analizlarini topshirib, o'ziga qarab yuradigan patsientlar bo'lsa, yoshi uncha katta bo'lmagan hamda tug'ruq yoshidagi ayollar bo'lmasa, ularga mexanik klapan qo'yiladi. Agarda yoshi katta, ya'ni 70 yoshdan oshgan yoki qon ketish xavfi juda yuqori bo'lgan bemorlar yo bo'lmasam tug'ruq yoshidagi ayollar bo'ladigan bo'lsa, ularga biologik klapan qo'ygan ma'qul. Ikkala holatda ham klapan almashtirilgandan keyin bemor yana oldingi hayotiga qaytadi. Bu klapanlarni vazifasi qonni bir tomonga o'tkazib berish, ya'ni odamning o'zini klapani ham qonni bir tomonga o'tkazib beradi, sun'iy klapanlar ham qonni bir tomonga o'tkazib beradi. Bu degani klapanlar almashtirilgandan so'ng bemor butunlay sog'lom hisoblanadi. Sizda ham xuddi shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizning Neomed Hospital klinikamizga murojaat qiling.